oldinlari erinardimda. Keyin tanishim yetib qoldi. Ko'p istoriya qo'yib turing, keyin ish jarayonlaringizdan qo'yib turing. Instagramni shunda sizni axlatga oshiradi, boshqa qiladi deb qoldi. Keyin o'zi to'g'risi vaqtim yo'q bunaqa narsalarga qarab o'tirishga. Hozir qiziqib o'tirsam Instagramda hozir ana sun'iy intellektda qilingan narsalar, ko'p montaj qilingan narsalar, keyin kopiya qilingan narsalarni rekka chiqarmaydigan bo'libdi. Realniy hayotiy olingan narsalar, bez montaj, bez anaqa primoy qilingan narsalarni rekka chiqarib o'tgan ekan. O'shanga men ham bugundan boshlab endi ish jarayonlarini erinmasdan istoriya qilib qo'yib boraman endi. Ko'pchilik aytayapti shuni. Ish jarayoningizdan qo'yib turing, ko'rib turaylik deb ko'pchilik qiziqayotgan ekan. Qiziqqaningiz uchun avvalambor rahmat. Bugundan boshlab xudo xolis harakat qilaman, duo qilib tursanglar, vaqt ajratib shu ish jarayonlaridan qo'yib boraman.